Mana birodarlar, 9 sentyabr kuni boshlagan ishimizni deyarli tugatdik. Qirg'izistondan chiqqan tosh. Travertin 2-sloy 1-sort. Sokulimiz bo'lsa O'zbekistonda kafili. Xitoyda O'zbekistonga qurilgan kafilidan qilganmiz. Ko'rib bir baholab qo'yasizlar. Qanday chiqqan, nimalar xato bo'lgan. Derazalari. Hozir mayerda inshaalloh afishka qilamiz. Tumba qilamiz mana. Ikkita tumba sartoshdan afishka qilamiz. Bittaga xudo xolisa. Shu bitta shu qoldi. Mariya sokulga cho'q tushmasin deb masvarka qilamiz hozir. Yo'q chiqdi. Ikkinchi tarafi. Qildik. Qavatxonasini oxiri qildik ikki taraf.